Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni, ya'ni 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasini batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotgan fuqarolar uchun, balki ota-onasi, buvisi, bobosi, turmush o'rtog'i yoki yaqin qarindoshi pensiya oladigan har bir oila uchun juda muhim. Chunki pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, odam bir oyda ozgina. Bir yilda esa ancha katta summani yo'qotib qo'yishi mumkin. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. 1 avgustdan kimlarning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin, kimlarga oshiriladi, kimlarga oshmaydi, qaysi hujjatlar kerak bo'ladi, qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men amaliy tartibni, ya'ni odam nima qilishi kerakligini bosqichma-bosqich aytib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning pulini, vaqtini va asabini tejaydi. Avvalo, pensiyani qayta hisoblash deganda nimani tushunamiz? Ko'pchilik buni oddiy pensiya oshishi bilan adashtiradi. Masalan, davlat tomonidan pensiyalar umumiy tartibda 10% ga oshirilsa, hammaning pensiyasi o'z miqdoriga qarab oshadi. Bu indeksatsiya yoki umumiy oshirish hisoblanadi. Lekin qayta hisoblash boshqa masala. Qayta hisoblashda fuqaroning pensiyasi avval qanday hisoblangan, uning ish staji to'liq kiritilganmi, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri olinganmi, qo'shimcha huquqlari hisobga olinganmi, nogironlik guruhi bo'g'uvchisini yo'qotganlik holati yoki yoshga doir pensiya shartlari to'g'ri qo'llanganmi, ana shular qayta tekshiriladi. Oldin ko'p holatlarda odamlar pensiyaga chiqqanda qo'lda bor hujjatlarni topshirgan. Qolgan ma'lumotlar esa arxidan kelgan yoki kelmagan. Ba'zi korxonalar yopilib ketgan, ayrim arxivlar boshqa tumanga o'tkazilgan, ayrim mehnat daftarchalarida muhr-xira bo'lgan, lavozim nomi noto'g'ri yozilgan. Ishga kirgan yoki ishdan chiqqan sana tushib qolgan. Natijada odamning o'tim yillik ish stajidan 2 yil, 5 yil, ba'zida undan ham ko'proq davr hisobga olinmay qolgan bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Endi 3 avgustdan qayta hisoblash haqida gap ketganda asosiy e'tibor shundaki, ayrim toifadagi pensionerlarning hujjatlari, staji, ish haqi va pensiya tayinlash asoslari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu hamma odamga avtomatik bir xil pul qo'shiladi degani emas. Kimdadir taqaman 1000 so'm qo'shilishi mumkin, kimdadir 2000 so'm, kimdadir umuman o'zgarish bo'lmasligi ham mumkin. Sababi har bir pensiya alohida hujjatlar asosida hisoblanadi. Oldin fuqaro pensiyaga chiqqanida ko'pincha barcha mas'uliyat hujjat yig'ish bo'yicha fuqaroning o'ziga tushardi. Masalan, odam 1985 yildan 1902 yilgacha zavodda ishlagan, keyin zavod yopilgan. Pensiyaga chiqayotganda unga arxiv ma'lumotnomasi olib kelish aytilgan. U odam arxivni topa olmasa yoki hujjatlarda ma'lumot yetarli bo'lmasa, o'sha davr stajga kirmay qolgan. Ko'pchilik esa buni bilmagan. Chunki pensiya tayinlangandan keyin davlat hisoblab berdi, demak to'g'ri deb o'ylagan. Hozir esa raqamlashtirish idoralari ma'lumot almashinuvi, arxiv hujjatlarini elektron tarzda tekshirish imkoniyatlari ko'paygani uchun ilgari ko'rinmay qolgan davrlarni aniqlash osonlashmoqda. Lekin bu degani odam hech narsa qilmasa ham hammasi avtomatik to'g'rilanadi degani emas. Ba'zi holatlarda pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini o'zi ko'radi, lekin ba'zi holatlarda fuqaroning arizasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma yoki sud qarori kerak bo'lishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Qayta hisoblashning natijasi har bir insonning shaxsiy pensiya ishiga bog'liq. Bitta mahallada yashayotgan 2 kishi bir xil yoshda bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham 35 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin birining pensiyasi oshadi, ikkinchisiniki oshmaydi. Chunki ularning ish haqi davrlari, staj tasdiqlari, pensiya turi, qo'shimcha imtiyozlari va avvalgi hisob kitoblari har xil bo'ladi. Birinchi navbatda ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin deb o'ylaydigan pensionerlar e'tibor berishi kerak. Masalan, siz 1978 yildan 2010 yilgacha turli joylarda ishlagansiz, lekin pensiya tayinlanganda sizga faqat 28 yil staj chiqdi deyishgan. Siz esa aslida 32 yil ishlaganingizni bilasiz. Mana shunday holatda qayta hisoblash masalasi juda dolzarb. Chunki har bir qo'shimcha staj yili pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi toifa ish haqi yuqori bo'lgan, lekin pensiya hisobida pastroq maosh davri olingan fuqarolar. Pensiya hisoblanayotganda odamning ma'lum davridagi ish haqi inobatga olinadi. Agar o'sha paytda
arxivdan ish haqi ma'lumoti topilmagani uchun minimal ko'rsatkichlar asosida hisoblangan bo'lsa, keyinchalik haqiqiy ish haqi hujjati topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, fuqaro 1995 yildan 2000 yilgacha yuqori malakali ustachi bo'lib ishlagan. O'sha yillarda yaxshi maosh olgan. Lekin pensiya tayinlanganda bu ma'lumot tasdiqlanmagan. Agar hozir arxivdan ish haqi ma'lumotnomasi topilsa, pensiya miqdori yuqoriga o'zgarishi ehtimoli bor. 3-toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, mehnat qobiliyati darajasi qayta belgilangan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarorida o'zgarish bo'lsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, odam avval 3-guruh nogironlik bo'yicha pensiya olgan, keyin salomatligi yomonlashib 2-guruh belgilangan. Bunday holatda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Lekin bu avtomatik tarzda doim bir kunda bo'lmasligi mumkin. Tegishli ma'lumot pensiya jamg'armasiga yetib borishi yoki fuqaro murojaat qilishi kerak bo'ladi. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda oiladagi qaramog'idagi shaxslar soni, farzandlarning yoshi, o'qish holati, nogironlik holati, boquvchining ish staji va ish haqi muhim. Masalan, marhum otaning ish staji to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, uning farzandlariga tayinlangan pensiya ham pastroq bo'lishi mumkin. Agar keyinroq qo'shimcha hujjatlar topilsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi qayta hisoblanadi. 5-toifa pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan fuqarolar. Ko'pchilik men pensiyaga chiqqanimdan keyin yana 3 yil ishladim. Bu hisobga olinadimi deb so'raydi. Bu savol juda to'g'ri. Amaldagi tartibga qarab, pensiyadan keyingi ish faoliyati, sug'urta badallari, rasmiy mehnat faoliyati qayta hisoblash uchun ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda eng muhim shart rasmiy ishlaganlik va tegishli to'lovlar aks etgan bo'lishidir. Agar odam og'zaki kelishuv asosida ishlagan bo'lsa, ish haqi konvertda berilgan bo'lsa, mehnat shartnomasi bo'lmasa, buni pensiya hisobiga kiritish juda qiyin bo'ladi. Endi keling, oddiy hayotiy misollar orqali ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Rahma opa olim yoshga doir pensiya oladi. Pensiya chiqqanda unga 1.2 so'm pensiya tayinlangan. Rahma opa aslida 34 yil ishlagan, lekin hujjatlarda 29 yil staj tasdiqlangan. Sababi 1991 yildan 1996 yilgacha ishlagan tikuvchilik fabrikasi yopilib ketgan, arxiv ma'lumoti topilmagan. Keyin farzandlari viloyat arxiviga so'rov yuboradi va u davr bo'yicha ishga qabul qilish hamda ish haqi ma'lumotlari topiladi. Agar bu 5 yil staj va tegishli ish haqi hisobga olinsa, Rahima opaning pensiyasi masalan 1.2 so'mdan 1.730.000 so'mga chiqishi mumkin. Bu oyga 130.000 so'mga chiqishi mumkin. Bu oyga 1.000 so'm farq degani, bir yilda esa 2.160.000 so'm bo'ladi. Ko'rib turibsiz, ozgina farq deb qarash mumkin emas. Ikkinchi misol. Karim aka pensiyaga chiqqanda 37 yil staji bor edi. Lekin ish haqi ma'lumotlari past davrdan olingan. Chunki u eng yaxshi maosh olgan yillari bo'yicha arxivda hujjat yo'q deb hisoblangan. Keyinroq sobiq korxonaning hujjatlari tuman arxivida saqlanayotgani aniqlanadi. Ma'lumotnoma olib borilgach, pensiya ishi qayta ko'rib chiqiladi. Natijada pensiya 1.800.000 so'mdan 2.020.000 so'mga oshishi mumkin. Bu yerda staj emas, aynan ish haqi bazasi hal qiluvchi rol o'ynadi. 3-misol. Dilshod aka pensiya yoshiga yetgan, lekin hayotda bir necha yil norasmiy ishlagan. U men 4 yil mehnat qildim deydi. Lekin hujjatlarda 25 yil chiqadi. Bu juda achinarli holat, lekin pensiya tizimi og'zaki gapga qarab emas, hujjatga qarab hisoblaydi. Agar ish joyi rasmiy bo'lmagan bo'lsa, mehnat daftarchasida yozuv bo'lmasa, buyruq bo'lmasa, ish haqi vedomosti bo'lmasa, soliq yoki sug'urta ma'lumotlari bo'lmasa, o'sha davrni stajga kiritish qiyin. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya masalasida eng kuchli dalil bu hujjat. 4-misol. Mohir opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Chunki turmush o'rtog'i vafot etgan. Dastlab pensiya hisoblanganda marhumning 18 yil staji inobatga olingan. Keyinchalik oilasi marhumning yana 7 yil boshqa tumandagi tashkilotda ishlaganini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotini topadi. Bu holatda oilaga to'lanayotgan pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Agar qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlar bo'lsa, bu farq oilaviy byudjet uchun juda sezilarli bo'ladi. 5-misol, pensioner pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlashda davom etgan. Masalan, Abdulla aka 2002 yilda pensiyaga chiqqan, lekin 2002 yildan 2024 yilgacha qorovul bo'lib rasmiy ishlagan.
ish beruvchi undan tegishli to'lovlarni o'tkazgan, mehnat faoliyati elektron tizimda aks etgan. Bunday holatda u qayta hisoblash huquqi bor yo'qligini tekshirtirish kerak. Chunki qo'shimcha ish davri pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin agar ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan bo'lsa, bu davrni isbotlash muammoga aylanadi. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish joylaringiz elektron tizimda to'liq aks etgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar tasdiqlangan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz to'g'ri olingan bo'lsa, sizda qo'shimcha arxiv hujjatlari bo'lmasa, pensiya qayta hisoblanganda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Bu yomon degani emas, aksincha, hujjatlaringiz avvaldan to'g'ri yuritilgan degani. Shuningdek, minimal pensiya yoki ijtimoiy nafaqa oladigan ayrim fuqarolarda ham qayta hisoblash natijasi boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki ba'zi to'lovlar ish staji va ish haqi asosida emas, belgilangan eng kam miqdorlar yoki ijtimoiy mezonlar asosida belgilanadi. Masalan, ish staji yetarli bo'lmagan keksalik nafaqasi oluvchi fuqaro bilan 35 yil rasmiy ishlagan yoshga doir pensiya oluvchi fuqaroning holati bir xil emas. Buni tushunish juda muhim. Yana bir toifa bor. Avval barcha hujjatlarni topshirgan, pensiya ishi bo'yicha bir necha marta tekshiruvdan o'tgan, qo'shimcha staj yoki ish haqi davri yo'q fuqarolar, ularga ham umumiy oshirish bo'lishi mumkin. Lekin aynan qayta hisoblash hisobidan katta qo'shimcha chiqmasligi mumkin. Shu sababli odamlar bir-biriga qarab xulosa qilmasin. Qo'shnimniki oshibdi, meniki nega oshmadi degan savolga javob ko'pincha hujjatlar ichida bo'ladi. Endi juda muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: pensiya qayta hisoblanishi uchun har doim ham odamning o'zi haq bo'lavermaydi. Ba'zan fuqaro men o'sha yerda ishlaganman deydi, lekin hujjatda sana mos kelmaydi. Masalan, mehnat daftarchasida ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shatilgan sana yo'q. Yoki muhim boshqa tashkilotniki buyruq raqami o'qilmaydi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu byurokratiya uchun emas, keyinchalik noto'g'ri to'lov bo'lmasligi uchun qilinadi. Ikkinchi nozik jihat: arxiv ma'lumotnomasi qanday yozilgani juda muhim. Ma'lumotnomada faqat falonchi bizda ishlagan degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Unda ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, lavozim, davr, ish haqi, hujjatning arxiv fondi, ro'yxati, yig'ma jildi kabi ma'lumotlar bo'lishi kerak. Agar ma'lumotnoma juda umumiy bo'lsa, uni qayta to'ldirish talab qilinishi mumkin. Uchinchi nozik shart: ish haqi ma'lumotlari har doim ham pensiyani oshirmaydi. Ba'zan odam o'ylaydi, men maosh ma'lumotini olib borsam, pensiyam albatta ko'payadi. Lekin agar olib borgan davrdagi maosh avval hisobga olingan davrdan past bo'lsa, pensiya oshmasligi mumkin. Shuning uchun qaysi yillar bo'yicha ma'lumot olish kerakligini oldindan mutaxassis bilan maslahatlashib aniqlash foydali. To'rtinchi nozik jihat: pensiya qayta hisoblanganda ortiqcha to'lov masalasi ham chiqishi mumkin. Agar oldin xatolik bilan ortiqcha hisoblangan bo'lsa, keyin tekshiruvda bu aniqlanishi ehtimoli bor. Shuning uchun men har doim hujjatlarni to'g'ri, aniq va halol taqdim etishni maslahat beraman. Noto'g'ri ma'lumot berish bugun foydali ko'rinishi mumkin, lekin ertaga katta muammo tug'diradi. Beshinchi nozik jihat: familiya, ism. Otasining ismi o'zgargan holatlar. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya bo'lishi mumkin. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni bog'lash qiyinlashadi. Masalan, mehnat daftarchasida Saidova Malika yozilgan, hozirgi hujjatda Karimova Malika bo'lsa, bu bir odam ekanini hujjat bilan ko'rsatish kerak. 6-nozik jihat: harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish davri, dehqon xo'jaligi yoki yakka tartibdagi mehnat faoliyati kabi davrlar. Bularning hammasi bir xil tartibda stajga kirmaydi. Qaysi davr, qaysi shartlarda, qaysi qonun davrida qanday hujjat bilan tasdiqlangani muhim. Masalan, harbiy xizmat guvohnoma bilan tasdiqlanishi mumkin. Bola parvarishi davri uchun bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyi bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkorlikda esa ro'yxatdan o'tganlik va tegishli to'lovlar muhim rol o'ynaydi. 7-nozik jihat: chet elda ishlagan davr. Bugungi kunda ko'p odamlar Rossiya, Qozog'iston, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davr pensiyaga qanday ta'sir qilishi alohida tartib va xalqaro kelishuvlarga bog'liq. Hamma chet eldagi ish avtomatik O'zbekistondagi pensiyaga qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Rasmiy mehnat shartnomasi, sug'urta to'lovlari
Davlatlararo kelishuv va tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, bu davrni hisobga kiritish qiyin bo'ladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'zingizning pensiya holatingizni tushunib oling. Pensiya miqdori qancha, qaysi turdagi pensiya olyapsiz? Pensiya qachon tayinlangan? O'sha vaqtda qancha staj hisobga olingan? Qaysi ish haqi davri olingan? Shularni bilib oling. Ko'p odamlar faqat kartaga tushgan pulni biladi, lekin pensiya qanday hisoblanganini bilmaydi. Bu esa o'z huquqingizni himoya qilishni qiyinlashtiradi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaat og'zaki bo'lishi mumkin, lekin men yozma ariza berishni tavsiya qilaman. Chunki yozma ariza ro'yxatga olinadi va unga rasmiy javob berilishi kerak. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Albatta, o'zingizdagi qo'shimcha hujjatlarni ilova qiling. Uchinchi qadam, hujjatlarni tartiblang. Sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy xizmat guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik holatida vafot etganlik guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida. Shuning uchun sizga aynan qaysi hujjat kerakligini bo'lim mutaxassisi aytadi. 4-qadam, arxivlarga so'rab yuboring. Agar ishlagan korxonangiz yopilgan bo'lsa, darrov tushkunlikka tushmang. Korxona yopilgani hujjatlar yo'q degan emas. Ko'pincha hujjatlar tuman arxiviga, viloyat arxiviga yoki huquqiy voris tashkilotga topshirilgan bo'ladi. So'rovda ishlagan tashkilotingiz nomi, taxminiy ish davringiz, lavozimingiz, eski familiyangiz bo'lsa, uni ham yozing. Qancha aniq yozsangiz, hujjat topilishi shuncha oson bo'ladi. 5-qadam, javoblarni saqlang. Arxivdan ma'lumot topilmadi degan javob kelsa ham uni tashlab yubormang. Bu keyingi murojaatlar uchun kerak bo'lishi mumkin. Agar boshqa arxivga yo'naltirishsa, o'sha manzilga ham so'rov yuboring. Ba'zan birinchi urinishda topilmagan hujjat ikkinchi yoki uchinchi so'rovda boshqa fond nomi ostida topiladi. 6-qadam, pensiya hisob kitobi bo'yicha tushuntirish so'rang. Siz mutaxassisdan nega mening pensiyam shuncha chiqdi deb so'rashga haqlisiz. Sizga qaysi davr stajga kiritilgan, qaysi davr kiritilmagan, qaysi ish haqi inobatga olingan, qo'shimcha hujjat olib kelsangiz natija o'zgaradimi? Shularni tushuntirib berishlari kerak. Bu yerda tortishish, baqirish, asabiylashish foyda bermaydi. Aniq savol, aniq hujjat, aniq ariza eng kuchli yo'ldir. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati borligini biling. Masalan, sizda hujjat bor, lekin uni hisobga olishmayapti. Yoki stajni noto'g'ri rad etishdi deb o'ylaysiz. Bunday holatda rasmiy javobni oling. Keyin yugurib pensiya jamg'armasi organiga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Sud ayniqsa hujjatlar yetarli bo'lmaganda, lekin boshqa dalillar mavjud bo'lganda muhim bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasi yo'qolgan, lekin buyruq nusxasi, arxiv yozuvi, guvohlar, ish haqi ro'yxatlari bor. Bunday vaziyatda huquqiy baho kerak bo'ladi. Men amaliyotda ko'p ko'radigan birinchi xato, odamlar qo'shnisining pensiyasi bilan o'z pensiyasini solishtiradi. U ham men bilan birga ishlagan, unikiga qo'shilibdi, menga qo'shilmadi deyishadi. Lekin bir korxonada ishlagan ikki odamning ish haqi, lavozimi, staji, tanaffuslari, imtiyozlari, oila holati va hujjatlari farq qilishi mumkin. Shuning uchun solishtirish faqat taxmin beradi, lekin huquqiy asos bo'la olmaydi. Ikkinchi xato, odamlar hujjatning asl nusxasini ehtiyot qilmaydi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, guvohnomalar juda muhim. Ularni yo'qotib qo'ysangiz, qayta tiklash vaqt oladi. Men tavsiya qilaman. Barcha hujjatlarning nusxasini qiling. Telefoningizga suratga oling, alohida papkada saqlang. Lekin rasmiy idoraga topshirishda asal nusxa yoki notarial tasdiqlangan nusxa talab qilinishi mumkinligini ham unutmang. 3-xato. Odamlar og'zaki va'daga ishonib yuraveradi. Keling, keyin ko'ramiz, hali vaqt bor. O'zi avtomatik bo'ladi degan gaplar bilan oylar o'tib ketishi mumkin. Siz ariza topshirdingizmi? Ro'yxat raqami oldingizmi? Javob muddati bormi? Mana shu narsalar muhim. Huquqiy jarayonda yozma iz qo'yish kerak. 4-xato, ijtimoiy tarmoqlardagi umumiy xabarlarga ishonib, o'z holatini tekshirtirmaslik. Internetda hammaning pensiyasi
falon so'mga oshadi degan xabarlar tarqaladi. Aslida esa kimga qancha oshishi individual hisob kitobga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim rasmiy manbani tekshirishni, shaxsiy pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumot olishni tavsiya qilaman. 5-xato kech qolish. Ba'zi qayta hisoblashlar ariza berilgan sanadan yoki hujjat taqdim etilgan sanadan boshlab amalga oshirilishi mumkin. Agar siz bugun murojaat qilmasangiz, keyingi oylarni bo'y berishingiz ehtimoli bor. Albatta ayrim holatlarda o'tgan davr uchun ham qayta to'lov bo'lishi mumkin, lekin bunga alohida asos kerak bo'ladi. Shu sababli vaqtni cho'zmaslik kerak. 1 avgustdan pensiya masalasida eng ko'p savol bo'ladigan jihat shuki, odamlar kartaga tushgan summa o'zgarmaganini tekshiradi. Men tavsiya qilaman, faqat kartadagi qarab xulosa qilmang. To'lov sanasi, bankdagi ushlanmalar, aliment yoki qarzdorlik bo'yicha chegirmalar, avvalgi ortiqcha to'lovni qaytarish, plastik karta xizmatlari yoki boshqa omillar ham yakuniy tushgan summaga ta'sir qilishi mumkin. Pensiyaning rasmiy hisoblangan miqdorini alohida bilish kerak. Agar sizda pensiya oshgan bo'lsa, nima sababdan oshganini aniqlang. Bu umumiy oshirishmi yoki qayta hisoblash natijasimi? Agar qayta hisoblash bo'lsa, qaysi hujjat asosida? Bu savollar kelajakda yana murojaat qilganda kerak bo'ladi. Agar oshmagan bo'lsa, darrov menga tegishli emas ekan deb qo'l siltamang. Balki sizning ishingiz hali ko'rib chiqilmagandir. Balki qo'shimcha hujjat kerakdir. Balki siz qayta hisoblash uchun ariza bermagandirsiz. Yana bir muhim masala, pensiya oluvchi vafot etgan bo'lsa, uning oila a'zolari ayrim hollarda olinmay qolgan pensiya yoki huquqlar bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Bunda merosxo'rlik, birga yashaganlik, qarindoshlik, to'lov muddati kabi masalalar bor. Shuning uchun marhum pensionerning hujjatlarini ham darrov yo'qotib yubormaslik kerak. Men sizga eng amaliy tavsiyani beraman. Uyda o'tirib taxmin qilmang. Pensiya ishini tekshirtiring. Ayniqsa siz 1990 yillardan oldin yoki 1990 yillar boshida ishlagan bo'lsangiz, korxonangiz yopilgan bo'lsa, mehnat daftarchangizda xira muhrlar bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, pensiya tayinlanganda ayrim davrlar kiritilmagan bo'lsa, albatta harakat qiling. Birinchi navbatda barcha ish joylaringizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Masalan, 1979-1994 maktab, 1904-1992 zavod, 1992-2001 shirkat, 2002-2015 tibbiyot muassasasi. Keyin mehnat daftarchangizdagi yozuvlar bilan solishtiring. Qaysi davr hujjatda yo'q, qaysi joyda sana noto'g'ri, qaysi joyda muhr tushunarsiz, shuni belgilang. Shundan keyin pensiya jamg'armasiga borish ancha oson bo'ladi. Agar siz farzand bo'lsangiz va ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularga yordam bering. Keksalar ko'pincha ariza yozish, arxivga borish, elektron navbat olish, hujjat nusxasini tayyorlashda qiynaladi. Bir kun vaqt ajratsangiz, ularning pensiyasiga har oy qo'shimcha tushishi mumkin. Bu juda katta yordam. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz ham, bu video sizga tegishli. Hozirdan mehnat faoliyatingiz rasmiy yuritilganini tekshiring. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirganmi? Elektron mehnat daftarchangizda yozuv bormi? Ish haqi rasmiy o'tyaptimi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar aks etyaptimi? Shularni bilib boring. Pensiya yoshiga yetganda men ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Bugungi hujjat ertangi pensiyangizni belgilaydi. Xulosa qilib aytsam, 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasi juda muhim, lekin uni hammaning pensiyasi bir xil oshadi deb tushunmaslik kerak. Kimning staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, kimning ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri yoki past olingan bo'lsa, kimda nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik, qo'shimcha hujjatlar yoki pensiyadan keyingi rasmiy ish faoliyati bo'lsa, o'sha odamlar albatta o'z pensiya ishini tekshirtirishi kerak. Men yana bir bor aytaman, pensiya pulida mayda narsa bo'lmaydi. Oyiga 20 ming so'm farq, bir yilda 1 million 200 ming so'm, oyiga 200 ming so'm farq esa bir yilda 2 million 400 ming so'm degani. Bu doriga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovga, nevaralarga yordamga ketadigan real pul. Shuning uchun hujjatlaringizni yig'ing, ariza bering, tushuntirish so'rang va o'z huquqingizni talab qiling. Sizning oilangizda pensiya qayta hisoblanganmi? 1 avgustdan keyin pensiya miqdorida o'zgarish bo'ldimi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring, chunki bu ma'lumot har bir xonadonga kerak bo'lishi mumkin.